Salom do'stlar, bugun sizlar bilan har doimgidek Minecraft yangiliklari kanalidan Quvonchbek. Bugun sizga King Studio tomonidan yaratilgan har xil qurollar modi va tuxumlar modini ko'rsatib o'taman. Hop, birinchi o'rinda biz o'yinga kirib olamiz. Biz yana bir play o'yinini bosganimizdan keyin server o'zi bizga alohida bir zona yaratgan. O'shaning ustiga bosib o'yinga kirishimiz bilan bizning elementlarimizda qurol yarog' bo'lishi kerak. Aytgancha bu Bedrock uchun uni siz Java versiyada ham o'ynashangiz bo'ladi. Iltimos sizlardan meni kanalimda hozircha 75 ta obunachi bor. Obuna bo'ling. Meni maqsadim 1K. Xo'p, hozir bizning qo'limdagi qurollar soni 1 2 3 4 ta ekan. Bu nima bilmadim. Hozir biz boshqa qurol turlarini ham ko'rib o'tamiz. Hop, biz AK-47, Diamond AK-47, AK-74 UDA, Falament Hovers, Glock Taktik, M1114, M3 Shotuk, MG Granate Launcher. Hop, biz ularni bitta-bittadan hozir sinab ko'ramiz. Ha, aytgancha bu yerda siz xohlagan yerda dragonlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Hop, biz birinchi o'rinda buni qo'yda sinaymiz. O, bu yerda nima bo'lgan? Menimcha bu yerda bug bo'lganga o'xshaydi. Olam juda ham katta. M805 ga M903. Hop, AK-47, Golden AK-47. Oddiy AK-47 yaxshi o'ldirar ekan. AK-74 u ham deyarli bo'ladi. Bu avtomat menimcha olov purkar edi. Juda yaxshi. Bu bilan qishloqlarni yoki har xil joylarni yondirishni yaxshi ko'ruvchi do'stlaringizga bu videoni tashlab qo'ying. O'sha moddan yuklasin. Xo'p. Bizda Glogak. Biz biror mod topib olaylik. Xo'p, bu nechta o'qda o'ldirar ekan? 1 2 2 dona o'qda 5 ta jonli sigirni o'ldirdi. Glock Taktik 1 2 ikkalasi menimcha bir xil. M1014 shot bitta darbada o'zidan o'q ham qoldirar ekan. To'g'ri, bu hayotdagi qirollar kabi emas, chunki bu Minecraft uni bitta darbada yo'q qila olmayapti. Biz bir ikkita tuxumlarni olib olamiz. U qayerda edi? Adashmasam u shu yerda edi. Hop, biz foydalanamiz. Villager deganim uzr sizlardan. Villagerdan ikkita o'qda. U yaxshi, bu xohlagan modni men uchun ikkada o'ldiradi. To'g'ri. M3 shotgur. O'qlanishi biroz sekin ekan, ammo yaxshi. Voy, porlatib yubordi. Men buni to'g'risi bomba otadi deb o'ylamagan edim. Bu ham ikkita darbada. Bizda keyingi qurol turlari MP5, AUK, EPK, Spas 12 va qilich ham bor ekan. Bu juda yaxshi. Bularni ham hali o'zim ko'rmaganman. Shuning uchun nima qilishini bilamiz. Hop. MP5 buni ko'pchilik bilsa kerak.
Chunki bu har xil PUBG va Free Fire o'yinlarda ham bor. Jon yaxshi olar ekan. Bu lekin sekinroq o'ldirar ekan, ha? Uzr obunachilarim, agar siz har xil kelayotgan bo'lsa, men akam ham streamer. Faqat u jonli efirlar olib borishi kerak. Aka, sal jim bo'lib tur. Xo'p, bildik, bu avtomatimizning nomi ARK. Hech bo'lmasa tovuqni sinab ko'ramizmi? Bir zarba. Qo'y, joni 5 ta ham bo'lsa bor. 1 3 to'xta ketdi, ya. Bu avtomatni juda ko'pchilik bilsa kerak. 2 ta zarbada yoyadi, xohlagan o'yin turida. Top cho'chqada. Bittada yordi cho'chqani. Qo'ylarni bilmadim lekin. Qo'ylarni ham bitta zarbada uryapti. Bu menimcha tunda har xil skeletlar, zombilar bilan jang qilgani yaxshi, bittada urar ekan. Bilmam, men Minecraftdan tashqari Free Fire va PUBG ni ham o'ynayman. Agar sizlarga ovozim yomon eshitilayotgan bo'lsa, men biroz shamollagan edim. Va nihoyat taktik knife. O'zbekchasiga ulkan qilich bo'lsa kerak. Bittada. Xo'p. Endi bizga iloji bo'lsa kuchliroq, joni ko'proq mob bormi ekan? Qo'y. Bittada hozir o'zimiz unda mob yaratib ko'ra olamizmi? Hop, biz jitel yaratsak-chi? Jitel. Qayerdasan? Hop, buni biz pillagerlarni o'ldiramiz. Qalaysan? Bu yoqqa kel, qochma. Sakrab ursangiz, menimcha ikkitada ketsa kerak. Men bu adashmasam yaratmagan edim. Bu yoqqa kel. Reyderdan ko'ra sekin o'lar ekan. Hozir ko'ramiz, sakrab urishda. Ikkitada o'lar ekan. Menimcha bu APK'ning o'qi, bu esa boya shutka yerdikan. Bu rifler ammo pistoame. Bu termometr. Sizlarga aytayotgan boyagi dragoneslarimni hozir ko'rsata olaman. Bu yerda hamma tuxum ham negadir ko'rinmayapti. Hozir buni yaraladim agar. Qani u yerda dragon? Lekin bor. Bizning Minecraftda qanaqadir muammolar bo'lyapti. Shuning uchun men sizga ko'rina oladigan tuxumlar bilan ko'rsatib bera olaman. Yaxshigina dragon. Ikkita bir xil tuxum bor ekan. Xo'p, biz hozircha 10 tasini yaratamiz. Kristal. Yaxshi, bunisini ko'rdik. Qora dragon, sariq tuxumdan. Yo. Bu ko'k pillager. Kim esladi bu dragonni? Kemshik degan multfilmda qatnashgan. Bu nimasi? Taraflar buni.
Wutti putti wutti pu. Ana wutti pu. Bu dragoncha. Bulan bilagerma. Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida ki? Bu hozir shundan xatti bor shuni chiroq ishlagan. Har versiyada chodir ham qo'ysa bo'ladimi? To'g'ri, o'ylamagandim. Biz adashmasam mana shu tuxumga kelib qolgan edik. Kubiklarni ham birin-ketin qo'yib ko'rsatamiz. Qizil dragon. Topi boshqacha ko'rindi. Boshi bu rangli u yaratlar ekan. Qora, qizil. Yaxshi, bu kubik necha musobaqa o'ynaganda o'sha paytlari bersa yaxshiroq. Bu adashmasam pillagerlarmi nimadir yaratar edi-da demoqchi edim. Bu yerda yaxshi qilishga yaxshi. Lampillager. Toshdami bu? Yuvoshginaga o'xshaydi-ya. Buni qaraylik ko'zini. Atiga ikkita miya piksel. Bu menimcha musobaqada birinchi o'ringa berilsa kerak. Nega ursa bo'ladi? Bunisi ham temirchi vesadagi kamonchi. Bo'yini qarang buni. Hozir o'lchaymiz bo'yini. Men bittagina blok olib olsam. 3 blok. Bular harflarilyapti. Bular ham rangli bo'lib yaralar ekan, ha? Ana, bu kattasi 3 blokka teng ekan. Nima bu? Cho'chqa? Hey! O'zing kelyaptimi sen bolani? Tur. Menimcha joydan to'xtalmaymiz do'stlar. Biz hozir oladigan tuxumlarimiz bizda qolgani hozir bizda 5 tagina dragon tuxumlari qoldi. Hal bu ham reyderlar podshohi bo'lsa kerak-a bu. Nechta ishchingiz bor qo'lingiz tagida? Bitta. Yo-mayo. Jallod. Bular butun boshli urush boshlashi kerak. Ha, bu yangi versiyada qo'shilgan jonzot. Kim esladi? Ichida bo'lsa Agni Dragon. Bu hamma. Hey ahmoq, nima qilding? O'rmonda yoqib yubording. Yana yoqyapti-ku bu ahmoq. Bunga farqi yo'q. Va so'nggi dragon. Nima hali bu hamma? Yana o'lib qolar ekan uchidan yana so'ng. Aytgancha bu kiyimlar qanaqa kiyim desangiz, buni siz umuman kiya olmaysiz. Masalan, bu tashlab yuborsam ham. Bu yerda qilichlarga qiziquvchilar, bu yerdagi qilichlar hech qanday narsaga yaramaydi. Men o'zim bunga ishonib survival qildim, shulardan olib. Ishoning, bitta zombini o'ldirasiz sinadi. Zombini o'ldirasiz sinadi. Hammasi shunday. Jon olishi qo'l bilan bir xil ekan. Bir xil.